Xo'p, demak 18-mavzu. Qanaqa bo'ladi? 18-mavzu demak ko'paytuvchiga ajratishda davomi ekan. Qanaqangidir bir formula yo'q bu yerda. Oldingi formulalarimizni nima qilishimiz kerak? Qo'llab bilishimiz kerak bo'ldi. Misol uchun mana 16 minus x kvadrat degan. Ko'paytuvchi nima degani? Ikkita yoki uchta narsa bir-biriga nima qiladi? Ko'payish kerak degan. O'zi 16 ni 4 ni kvadrat desak agar nima bo'ladi bu? A kvadrat minus nima edi? A minus. Bo'ldi, javob shu. Bitta misoli shunaqa bilan chiqadi. Yoki keyingisi mana c kvadrat minus 16 d kvadrat. 16 nechini kvadrati? Demak, qaranglar, c kvadrat ayrilgan 4d ni kvadrat desak bo'ladimi? Ha, ya'ni mana qavs kosaga kvadrat har biriga tegishli degani. Mana bu yerda kvadrat faqat d ga tegishli. Bu yerda kvadrat 4 ga ham d ga ham tegishli bo'ladi. Shunda c minus 4d c plus 4d bo'ladi. Bir qiyin joyi men yo'g'amda misol. Keyingisi a kvadrat taqsim 4 b kvadrat taqsim 9 bo'lsa. Ha, demak a taqsim 2 ning kvadrati bu. Bunisi 3 ning kvadrati. Yana o'sha x kvadrat minus y kvadrat, to'g'rimi? Bitta minuslik, bitta pluslik. Mana bo'ldi. Tushunamizmi? Bir qanaqangidir qiyin joyi yo'q. Xo'p, keyingisi 16-inchisi mana a plus b ning kvadrati ayrilgan 25 turibdi. Nima qilamiz? A plus b ning kvadrati ayrilgan 5 ning nimasi? Kvadrat, ya'ni formula o'sha x kvadrat minus y kvadrat. Faqat x ning o'rniga a plus b, y ning o'rniga nima kelgan? 5 kelgan. Shunda nima bo'ladi bu? A plus b minus 5, a plus b plus 5 bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, yaxshi. Keyingisi mana buni sal ozgina qiyinroq. Mana 9 ni nima deymiz? 3 kvadrat deydigan bo'lsak, yana o'sha a kvadrat minus b kvadrat, x kvadrat minus y kvadrat, x minus y, x plus y. Birinchi minusligini yozsak, mana qaranglar, 3 minus deymiz-ku. Minus yozgandan keyin mana bu qavsni yozishimiz kerak-da. Qavsni yozgan paytimizda mana bu minus ishora qavsning ichiga nima qiladi? Ta'sir qiladi. Shuning uchun minus a minus nima bo'ladi? B bo'ladi. A bunisi-chi? Keyingisi pluslik bo'lganda ta'sir qilmaydi. Ya'ni narsa o'zgarmaydi. Shunga tushundingizlarmi, yo'qmi? Tushundingmi? Tushundingmi? Ya'ni zo'r savolni tushunmadingmi? Nima deyish kerak shunga? Ha deyish kerak, yo'q deyish kerak. Xo'p, mana bunaqadan 3 ayrilgan o'zi a plus b bo'lish kerak-ku qavs ichida. Ikkinchi qavsingda 3 qo'shilgan a plus b bo'lish kerak, unaqa bo'lish kerak-da. Men shuni birdaniga ochib yozaman-da. Ya'ni minus ta'sir etib minus a minus b qilib yozaman. A plus o'zgartirmaydi, shuning uchun o'zini yozaman. Tushunarli bo'ldimi? Biz 21 ayrilgan 2x qo'shilgan 3y ning kvadrati mana. 121 nechini kvadrati? Demak, 11 ni kvadrati ayrilgan 2x qo'shilgan 3y ning yana o'sha a kvadrat minus b kvadrat. Nima yozamiz mana? 11 minus shundaga ta'sir qildi, shu uchun. Plus. Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi. Xo'p, keyingisi yana 2a minus b ni kvadrati ayrilgan 3a plus 2b ni kvadrati mana. Yana o'sha a kvadrat minus b kvadrat bo'ladi. Demak, mana qavs ochamiz. Birinchidagini yozamiz, ostga qaraymiz. 2a minus b ni yozamiz. Minus qo'yamizda buni yozishimiz kerak.
Minus 2b, ya'ni minus ta'sir qildi birdaniga. Yopamiz, qavs ochamiz, yana buni o'zi. Plus qo'yamizda bu qavsni yozamiz, hech narsa o'zgarmaydi. Endi mana bu 2a dan ayiramiz 3a ni. Minus a. Ya'ni 2 dan 3 ni ayirsak minus 1 bo'ladi-yu, minus 1a. 1 qo'yilmaydi faqat. Minus b minus 2b. Qarang. Minus 1 minus 2 javob nima bo'ladi? Minus 3 bo'ladimi? Bu yerda shunaqa minus 3 b bo'ladi. Nari yog'i bunga bu. Bu bilan bu. Plus b bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni bu minus 1 ga 2 ni qo'shamizda plus 1 bo'ladi. Mana shunaqa javob yo'q bo'lsa-ga variantlarda, mana bu ikkalasining ham oldida minus bor-ku, o'sha minus qavsashni chiqargan bo'ladi. A bun a ni o'zi bo'ladi. Bu minus nimaga aylanadi? 3b 5a plus b bo'ladi. Buni 8-mavzudan ko'ramiz. 22-si edi bu. 26-si. A kvadrat qo'shamiz 4ab qo'shamiz 4b kvadrat. Sразу aytinglar. Doskaga qaraymiz qizlar. Nima bo'ladi? A kvadrat qo'shilgan 4ab qo'shilgan 4b kvadrat nima bo'ladi? Tushundingizmi yo'qmi? Qaranglar-da mana. Mana shu yerda b bo'lmasa va b kvadrat bo'lmasa nima bo'lardi bu? A plus 2 nimasi bo'lardi? B qo'shilgan uni b kvadrat. Ya'ni a qo'shilgan 2b ni nimasi bu? Esa keldim formula. Maydalab tushuntiraymi qayta? Mana bu nima? Mana bu. Qaranglar. 2a ning kvadrati, to'g'rimi mana bu? Minus 12ab kvadrat. Bu 3b kvadratning nimasi? Mana bu kvadratlarni hisobga olmasak, mana bu bilan buni ko'paytirsak, mana buni ikkalasini 6ab kvadrat bo'ladi-yu. O'rtaga 2 ham bor. 2 bilan ko'paysak mana paydo bo'lyaptimi? Ya'ni formulani eslasak, mana x kvadrat minus 2xy plus y kvadrat edi, to'g'rimi? Ikki chetda x bilan y, o'rtada ikkalasini ko'paytirib turib, yana 2 ga ham ko'paytirardi. Bu yerda ham xuddi shunaqa, x chetdagini ko'paytirib, yana 2 ga ham ko'paytirsak, o'rtaga kelib chiqyaptimi? Shunda bu nima edi bu? X minus y ning kvadratimidi? Demak, bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni 2 ga ayrilgan 3b kvadratning kvadrati bo'ladi. Tushundingizlarmi? Ko'rgandik. Ochilgan narsani qayta yig'ishni ko'rgandik eslarda. O'sha narsa bu yerda ham. Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi. Yo'q, so'rasizlarmi, nima qilamiz? O'chiraymi? Turaversin. Boshqa yozmaymi? Bemalol. O'chiraveraymi? Ko'ramiz. Xo'p, 31 ga qaranglar. M ni kubi 3m kvadrat n qo'shilgan 3mn kvadrat qo'shilgan n ni kubi mana. Ha, bu nima edi bu? Plus n ning nimasi edi? Kubi edi. Ya'ni a plus b ni kubi shunaqa edi-yu. A kub qo'shilgan 3a kvadrat b keyin 3ab kvadrat va b kub edi, to'g'rimi? O'sha narsa. Eslarga keldimi?
Yaxshi. Endi 32 ga qaraymiz. Yigirma yetti a ko'p 27 a kvadrat b 9 ab kvadrat minus b ni kubi. Shunaqami? Mana bu 3a ni nimasi? Kubi. 27 a kvadrat b 9 ab kvadrat va b ni nimasi? Kubi bo'ladi. To'g'rimi? O'sha formulaga keladimi, yo'qmi bu? Keladi. Ya'ni bu nima bo'ladi? 3a minus b ni nimasi bo'ladi? Kubi bo'ladi. Kubi. Ha? Bilasan-ku. Xo'p. 36, 37, 38 larga qaranglar. Eslarsa bor, a kub minus b kub yoki a kub plus b kub. Ha? Mana a ni kubi minus b ni kubiga to'g'ri keladi-da bu. A minus b a kvadrat plus ab plus nima edi? B kvadratmidi? O'shanga tushadi hammasi. Nechigacha tushadi даже? Nechigacha deymi? 50 gacha tushar ekan. 50 gacha mana shunga o'xshaydi. Birortasini ko'ramizmi? X ni 6-chisi minus y ni kubi mana. X ni 6-chisini nima qilasizlar? X ni kvadratini minus y ni. Shunda nima bo'ladi? X kvadrat minus y. To'g'rimi? Ya'ni a minus b keyin a kvadrat plus ab plus b ning nima bo'ldi? Biz 51 dan boshlab turib qaraymiz. Qiyin joyi o'shandan boshlanadi. ikki yuz beshinchi bet topdingizmi? 51-chisi. A kvadrat qo'shamiz 2ab qo'shamiz b ni kvadrati. Minus nima turibdi? 1 turibdi, to'g'rimi? Yo'q, qaranglar. Ko'paytuvchi-ku mana. Ko'paytuvchi degani nima bilandir nima ko'paysin. Bu yerda ayirish qo'sh degan narsa bo'lmasligi kerak alohida. Qavslar ichida bo'lishi mumkin, lekin alohida bo'lmasligi kerak. Tushundingmi? Hozir sizlarning ko'zlaringizda mana bu yer ko'rinyapti, to'g'rimi nima ekanligi? Nima bu? A plus b ning minus 1 mi bu? Endi qaranglar, mana shu yerda sizlarga shu yerda 1 emas, 1 ni kvadrat turibdi desam, nima keldi xayollaringizga? Xo'p, tushundim. Kvadrat ko'rgandan keyin nima keldi xayollaringizga? Yo'q. A kvadrat minus mana buning kvadrati minus ikkinchisining kvadrati. Ya'ni a plus b minus 1 a plus b plus 1. Boya ko'rdik-ku, dars bu birinchi misolda shunaqa edi-yu. X kvadrat minus y kvadratni x minus y x plus y. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, 1 ni kvadrati 1 ku baribir. Shu uchun birliklar shunaqa o'ylanadi sirazi 1 ni kvadrati 1 ni kubi qilib formulaga mos qolayverasan. Agar shu yerda 4 bo'lganda edi, bu yerda nima qilardik? 2 ni kvadrat qilardik-da, keyin mana bu yerda 2 qatnashardi. Minus 4 ni o'rniga x plus y minus 2, x plus y plus 2. Mana 54 ga qaranglar. Mana bunaqa turibdi. Bu nima degani? 2x kvadratimi? Mana 4x kvadrat 2x ni kvadrat minus plus 8xy qo'shamiz 2y ni nimasi? Mana 3z ni nimasi? Kvadrat. Mana bu joyiga qaranglar, birinchi bo'lib nimaga o'xshayapti bu? 2x qo'shilgan 2y ni nimasi? Kvadratga o'xshayaptimi? Minus 3z ni nimasi? Yana o'sha a kvadrat minus
3z plus 3z bo'ladi mana. Bo'ldi. Tushundingmi endi? Nima ekanligini? Xo'p, 50 5 o'zlaringizni qoldiraman. 56 ga qaranglar. Ishlay olmaysizlar-da, shuning uchun birdan tushuntiraman. Kim ishlab bilsa aytsin. X kvadrat plus x. No. Da. Nima? Agar mana bu yerda qara qizik. Mana bu yerda 2 bo'lganda edi. Yo'q, yaxshi o'yladi. Shu 2 ni qo'ysam mendan nima deb ketadimi? Ha, ketadi. Chunki x kvadratdan bitta bor edi-yu. Men o'zimdan bitta qo'shdimmi? Men xasisman. Qaytib ayirib olaman. Qaytib chiqarib olaman-da. Mana bu yerda nima bo'ladi? X ni kvadrati plus 1 ni Молодец. Ana bo'ldi. Javob chiqdi. Tushundingizmi? Ya har doim ikkita emas ana. O'zi x kvadrat turgandi-ku. O'zingga bitta qo'shding. Bitta qo'shganim uchun ikkita bo'ldi, 2 deb yozdim-da men. Keyin bitta nima qildim? Ayirib tashladim. Aha. Shakl o'zgardi, lekin javob o'zgarmadi. Boshdagi ko'rinish o'zgarmadi. Boshda x kvadrat bitta edi-yu. Bu yerda mana 2x kvadratdan bittasi aytsang, va bitta qoladi. Tushundingmi? Shaklni o'zgartirdim bo'ldi. Yo'q. O'rtasi to'g'ri kelmaydi-ku, qizik. O'rtasi to'g'ri kelish uchun nima qilish kerak? O'rtasi to'g'ri. 57 da. Hozir o'chiraymi buni, nima qilay? O'zi olasizlar. Yaxshi, o'chiraman. Rasmga olinglar. Grupga tashlab qo'yinglar. A to'rtinchi plus 18 a kvadrat. O. Ishlaygan ekanlar. Yo, yaxshi fikrladi. Siz men so'rayapsizlar-da faqat. 57-chi. A ni 4-chi qo'shilgan 9a kvadrat qo'shilgan 25-ku. Bu a kvadrati oxiridagi nima? 5 kvadratimi? O'rtada shu ikkalasini ko'paytirganni, ya'ni 2 ga ko'paytirilgani bo'lishi kerak. Ya'ni formula bo'lishi uchun mana o'rtada mana plyusdan keyin bu bilan bu ko'payishi kerak edi. Keyin 2 ham bor edi formula. O'rtada 2x y edi-yu. Ya'ni 2 kara 5 10 bo'ladimi? Ya'ni o'rtada 10a kvadrat bo'lsa, bu a ni kvadrat qo'shilgan 5 ni nimasi bo'ladi? Ya'ni tepada 9 ta-yu. Shu bitta a kvadrat nima qilamiz? Ayirib tashlaymiz. Shunda bu yerga ham bitta a kvadrat nima deb yozamiz? Minus deb yozamiz. Bo'ldi, keldi o'zi formulaga. Mana. Tushundingizlar-a o'lkaniga? 58 ko'ringlarchi. Sirazi aytib bilasizlar javobini. Nima qilishni? Sirazi. Joyida. Xo'p. Bu mana a kvadrati bu 2 ni kvadrati. Xo'sh?
Yo'q, ko'paytiruvchi ajratmadi-yu. Yo'q, o'rta minus emas-ku. Nima qilay hozir? Ya, gapiringlar, nima? Yaxshi o'ylayotgandingizlar-ku. Ha? B bermadik? B bor-ku. Oxirgi so'l beraveramizda, 2 Niye 4 veriyorsun? Kısa ko'paytirish formulalarida bitta formula yozardim. A kvadrat plus B kvadratni formulasini yozardim sizlarga. Nima edi A kvadrat plus B kvadrat? Topsam. A kvadrat plus B kvadrat va ikkita formulasini yozdirganman sizlarga. Aha. 2AB'ligi bor edi. Keyingisi A minus B'ni kvadrat plus 2AB. Keyin birinchi plusligini qilib ko'ramiz. Ya'ni A kvadrat plus 2 ning kvadrati minus 2 ni. Mana bunga qo'ymoqchiman, mana bunga. Pastga formula qo'ymoqchiman. Birinchi mana kvadrati plus 2A kvadrat 2, ya'ni 4A kvadrat bo'ladi, to'g'rimi? 4A kvadrat bo'ladi. Ko'ryapsizlar-a? Qaramadingizlar-da, tushunmay qolasizlar hozir. Mana bu narsa berilgan. Mana bu formulaga qo'yib ko'rmoqchiman birinchi bo'lib pastdagisiga. Ya'ni ikkalasining ayirmasi, mana ayirmasi. Keyin qo'shilgan 2AB mana qo'shilgan 2AB ni yozdim. Mana bunaqa narsa bo'ldi. Bu ajraladimi ko'paytuvchiga? Yo'q, ajralmaydi. Qarang, tushuntiraman endi. Davomi. A kvadrat qo'shilgan 2 ning kvadrati-yu, tepadagi formulaga qo'yib ko'raman. Ya'ni yig'indisi A kvadrat plus 2 ning kvadrati minus 2AB. A kvadrat qo'shamiz 2 ning kvadrati ayrilgan 4A ni nimasi? Ha, endi buni tushadi x kvadrat minus y kvadratga. To'g'rimi? X kvadrat mana minus y kvadratda bu. A minus B, A plus B ga tushadi. Ana endi tushadi. Ya'ni A kvadrat plus 2 minus 2A, A kvadrat plus 2 plus 2A bo'ladi. Unda bunisi nima bo'ladi bizlar uchun? Xato bo'ladi. Tushunmadingmi? Ne tushunasan biron kun? Da. Uxlashingdan oldin ko'rsang agar tushingga kirib o'zi Xo'p, qaranglar 60-chi bu qanaqa bo'ladi? Qatga. Qayerga o'tadi? Ha. Bir yo'q. Qaranglar, keyin yozasan, qaranglar mana. Yaxshilab qaranglar-da. Mana eshitinglar. Mana eshitinglar, qarang, mana eshit. B kvadrat C kvadrat 2BC. Shu uchalasidan nimadir yasab bo'ladimi, yo'qmi? B kvadrat C kvadrat 2BC dan. Shu uchalasidan nimadir qilsak bo'lmaydimi? Xo'p, mayli, boshqacha qilaman. A kvadrat B kvadrat va 2AB dan nima yasasa bo'ladi? Eslanglar, mana miyani ishlatinglar, mana A kvadrat B kvadrat 2AB mana shu uchalasidan nima yasasa bo'ladi? To'g'rimi? Plus minuslar. Tepadagi nima bo'ladi shunda? B plus
Şimdi minuslikni emas desa bo'ladimi yo'qmi? B minus C ni kvadratini. Ha, bu yerda plus, bu yerda minus qo'ysa agar nima bo'ladi u? B minus C ni kvadrati bo'ladimi shunda? Tushunyapsizlarmi? O'sha narsa mana bu yerda bor. Faqat ikkalasining oldidan minusni chiqarib olish kerak bu yoqqa qalb tashqariga. Ya'ni minusni chiqarsak, mana b kvadratni o'zi qoladi. Plus c kvadrat minus 2b. Tushunarmi endi? Ha, boshida bo'lyapti-da endi. Minusni chiqardik mana. Bu nima bo'ladi? B minus c ni nimasi bo'ladi? Hamma tushundim b minus c ni kvadrat bo'lishini? Ha, xo'p. Plus c. Minus ta'sir qiladi ichkariga. Plus b minus nima bo'ladi? Javob shu bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Oltmish birga qaranglar. Nima qilsak bo'ladi 61? Yo'q. Qani yaqin. O'rtoqlar, ko'paytuvchiga ajratish nima degani o'zi? Sizlar misol uchun 3a qo'shilgan a kvadrat bo'lsa, shuni ko'paytuvchiga ajrat degan misolni qanday ishladingizlar? Ani nima qildingizlar? Chiqardingizlarmi? To'g'rimi? Ani o'zi. Shunaqa bo'ladimi? Ani chiqarib olsak? Ha, bu yerdan ham chiqaraylik ani. Ha? Bir. Xo'p. Keyinchi, ha? Yo'q, kilo. O. Mana bunday qilsak bo'ladimi? Ani 4-chisini, ani kvadrati minus 1 ni kvadrati. X kvadrat minus y kvadratmi? Xo'p. Ani kvadrati minus 1, ani kvadrati plus 1 bo'ladi shunda. Tushunasizlarmi, yo'qmi? Yaxshi. Xo'p, yana qaysidir ajratsa bo'ladimi, yo'qmi ko'paytuvchiga? Qaysidir qavuslidir balkim. Ani qayerga olib chiqasan? O'z tashqarida turibdi-ku, bechora. Qolgan birlarni oldi, bo'lmasa yana qayerga olib chiqasan uni? O'rtoqlar, mana bundan demoqchiman-da. A kvadrat minus 1 ni kvadrati. Sanga o'zi alohida mana bunaqa misol olib kelsa, shuni ko'paytuvchiga ajratsa nima qilasan? A minus 1, A plus 1 mi? Mana A minus 1, A plus 1 bo'ladimi? O'sha narsani faqat mana bu yerda qilamiz-da, shuni biz. To'g'rimi sizlar? A plus 1 i A kvadrat plus nima bo'ldi? Mana 1 bo'ldi. Nechta ko'paytuvchi bo'ldi? Ko'zing ko'rmi? 4 ta ko'paytuvchi bor-ku bu yerda mana. 1 ta, 2 ta, 3 ta. 4 ta ko'paytuvchiga ajraldi. Ya'ni misol berib, misol uchun testda mana shuni berib turib, nechta ko'paytuvchiga ajraladi desa, demak 4 ta ko'paytuvchiga ajralar ekan. Tushundingizmi? Oxirigacha ajratish kerak ko'paytuvchiga. Ajratib bo'ladigan darajagacha. O'chiraymi?
64 ga qaranglar o'zlariz. Hop, nimani chiqarishga kelisizlar? A bilan B ni kvadratini. Shunda birinchisi nima qoladi? B ni kvadrat qoladi. 2 A ni kvadrati B va A ni 4-inchisi qoladi, to'g'rimi? Nimani formulasi bo'ldi bu? B minus A ni kvadratining kvadrati bo'ldi. To'g'rimi? Mana deysizlar ayrim vaqtlarda. 69. X ni 5-inchisi ayrilgan x ni kubi qo'shilgan x ni kvadrati minus 1. Nimani chiqarasizlar? Ha? 3 tadanmi? O 5 va 1chi? 1 yetdimmi? Hammasida x yo'qmi? 1da yo'qmi x? Mayli, bilmaydi. Boshda ikkitasidan nimani chiqarsa bo'ladi? X ni kubini chiqaramiz boshda ikkitasidan. X ni kvadrati minus 1 bo'ladimi? Shunaqa misol ishladik-ku oldin ham. Buni o'zini bitta deb olgandik, to'g'rimi? Kecha ishladingizlar shu narsani. Ikkalasidan nimani chiqaramiz? X ning kvadrati minus 1 ni chiqarsak, x ning kubi plus shu yerda bo'ldi desak xato bo'ladi. X kubi qayerdan kelib chiqdi? Ha, 3tasi ketdi, 2tasi qoldi. Albatta bilardinglar. Xo'p, buni nima qilsak bo'ladi mana buni? Nima qilsak bo'ladimi? Boya aytdim shu narsani. X minus 1 tushundingmi? Buni-chi? Yo, buni mana buni. Yo, qaranglar. Bir masda o'sha yerda 1 ni kubi turganda nima bo'lardi? Xo'p, shunda A kub plus B kub bo'lardimi? A kub plus B kub ham ikkita qavs e'tibor bersalar agar. To'g'rimi? A kub plus B kub ham ikkita qavs. Ya'ni ko'paytiruvchi u ham. Shuning uchun mana buni 1 ni kubi deb o'ylaymizda. A plus B A kvadrat minus AB plus B ni kvadrat mana. Sizda nechta qavs bo'ldi? 4 ta qavs, 4 ta ko'paytiruvchi bo'ldi. Tushundingizlarmi endi? Iloji boricha nechta ko'paytiruvchiga ajralsa, ajratib ketaverish kerak. Buni 74-inchisiga qaranglar. A ni n-inchisi, ayrilgan A ni n-inchisi kira B ni nimasi? 4-inchisi. A ni n-inchi darajasini chiqarib olsak bo'ladi-ku, ikkalasida ham bor-ku. 1 ayrilgan B ni 4-inchisi bo'ladimi? Ha, endi nima qilamiz? Voyo. 1 ni kvadrati B ni kvadratining shunaqa bo'ladimi? O'xshabmi nimagadir? O'xshamayaptimi?
Ha, bir ayrilgan b ni kvadrati, bir qo'shilgan. Xo'p, bo'ldimi? Mana bu yana ajraladi, to'g'rimi? 1 minus b, 1 plus b ning tushunarli bo'ldimi endi? Ana endi bo'ldi, to'xtadi endi. Boshqa ko'paytuvchiga ajralmaydi. Ajratsa bo'ladi. Faqat ildizlik bo'lib ketib qoladi-da. U cheksiz davom ettirsa bo'ladi-da buni. Endi ular ildizlik bo'ladi, buni so'ramaysiz. Masalan, ratsional darajali deydi-da. Ratsional darajali kashnasi nechta ajratsa bo'ladi tam. 75 ga qaranglar. A ni n plus ikkinchisi, minus a ni n'inchisi, b ni kvadrati mana. Keyin nima qoladi? N plus 2 qoladimi? Osmonni osilib o'zi. Ha. Yomon ko'rlar ishlaygan asani. Yo'q, to'g'ri aytibdi. Yana mana bunaqa bo'lgan. A ni n'inchisi ko'paytirilgan a ni kvadrati bo'lganda bu. Asoslar bir xil darajada qo'shilardi-yu. O'shandan foydalanyapti-da. Yo'q. B kvadrat mana. N plus 2 degani a ni n'inchisi ko'paytirilgan a ni kvadrat degani. Agar minus bo'lganda u bo'lish bo'lardi. Endi ko'paytirish. A ni n'inchisidan chiqarib olsak, a ni kvadrati minus nima bo'ladi? Keyin buni ham ikkitaga nima qilamiz? A minus b, a plus b bo'ladi. Buni 3 ta bo'lar ekan. Nimani tushundingizlarmi? Yaxshi. Tushungan bo'lsa 78 shanglarcha o'zlaringiz ko'ray qara. Eng osonni berdim. Sakson olti. Ishlab berganmi esingizda bo'lsa? Yo'q, siz o'ylayapsiz. A minus B minus C ni kubi. A kub, B kub, C kub bo'ladi. Başlap verirsin. Hamasini kubi bo'ladi. C A bo'ladi. Ustoz. Qaranglar. Bitta narsa qilaman, qayda turasan, ayni. A minus B ni x deyman. Hamasini kubi ikkita teng. B minus C ni y deyman. C minus A nima desak bo'ladi? Yo'q-da. Qaranglar. C minus A ni bu ikkalasini qo'shsak nima bo'ladi? X plus Qo'shsak. qo'shib aytasiz. A minus B ni kubi. X plus A kub, B kub, C kub. So'shin bo'ladi. A minus B. A minus C. Bo'lmaydi. A minus B minus C. Aytadi bu. Qaysi soatlar qiynayapti deb qo'ying. kiyimlar ko'rganlar uchun. Manga o'xshaydi bu. Ikkalasini qo'shsak, qo'shish degani ikkalasini A minus B ga qo'shamiz, B minus C ni. Shunda x ga nima qo'shiladi? Minus plus B ketadimi? A minus C barobar nima ekan? A bu yerda nima turibdi? Hozir shuni joyini almashtirsam, minus chiqadi. A minus C bo'ladimi? Agar minus A minus C nimaga teng? X plus Shunda mana bu A minus B x ga tengmidi? X ni kubi, B minus C y ni kubi. Keyin buni kubi bo'ladi endi mana C minus A ni o'rniga mana bunga teng-ku.
O'shani kubi bo'ladi. Minus oldinga chiqmay bu nimaga aylantiradi? Minus. Minus bo'ladi, x plus y nimasi bo'ladi? Kubi bo'ladimi? Endi qarang, chiroyli narsa paydo bo'ldi. Minus a plus b ning kubi nima edi? A plus b ning kubi. A plus B. A plus b ning kubi. X kub, Y kub bo'ladi. A kub plus B kub. Yo, A plus Nima yo'llamagansizlar? A plus b ning kubi nima? A kvadrat. A qo'shilgan bet qavosda tepasi 3. A kub plus A kvadrat. A kub A kvadrat. 3a kvadrat b 3ab kvadrat Plus B kub. faqat men hammasiga minus qo'ydim. Hammasiga minus qo'ydim chunki oldida nima bor? Minus. X kub bilan minus x kub nima qiladi? Y kub bilan shundan minus 3x kvadrat y minus 3xy kvadratmi? Minus 3xy ni chiqarib olsak, x plus y qoladimi? Minus 3 x ni o'rniga a minus b, y ni o'rniga b minus c, x plus y ni o'rniga mana x plus y ni o'rniga yo'naqlar. Mana minus x plus y. Minus x plus y. Nimaga teng? Sen minus. Minus o'chiramizda c minus a deymiz. Qarasak film. Endi qarang. 3 a minus b ekan, b minus c ekan, c minus a ekan. Buni javob shu. Buni javobi mana bu ekanda, shunga qilib chiqardik biz. Qachon to'g'ri keladi? Qachonki birinchi qavsing a minus b bo'lsa, ikkinchi qavsing b minus c, uchinchi qavsing esa shu ikkalasini qo'shganingdagi, mana qo'shdik ikkalasini. Ko'rasizlarmi? Qo'shganimizda teskarisi chiqib qolsa, ya'ni qarama-qarshi chiqib qolsa agar, uchinchi qavsing bu ikkalasini qo'shganing minusligi bo'lsa agar, mana bu bo'ladi oxirgi. Tushunasizlarmi? Ayron tushunasizmi? Katta bilasizlar. Sonra 87'ye kadar. A minus 2b kubu, 2b minus c kubu, c minus a'ni kubi, to'g'rimi? Ben tushunmayman. Ha, bo'ladimi yo'qmi ko'ramizda. Bo'ladi. Xo'p, qarang, bunga buni qo'shsak, bu ikkalasini qo'shdik, taqosi qo'shsak agar, a minus c bo'ladimi? Minus 2b bilan minus 2b ketadi-yu. A minus C. To'g'rimi? A minus c bo'ladi. Lekin bu yerda nima yozilgan? C minus A. Yani teskarisi yozilganmi? Bu degan to'g'ri keladi degan. Demak, 3 ko'paytirilgan a minus 2b, 2b minus c, c minus a bo'ldi. Yani buni to'g'ridan bunaqa yozsa bo'ladi. Qachonki bu qavsni qo'shsanu, mana qo'shib ko'ringlar. A minus c bo'ldimi? Lekin bu yerda nima yozilgan? Shu holda to'g'ri keladi. Ya'ni shu shart bajarsa to'g'ri keladi. Bo'lsa to'g'ri. Bu yerda to'g'ri keladigan deb bergan hammasini deyarli. Bu 91-si. A plus 1 kubi, a plus 2 kubi minus 2a plus 3 nimasi kubi. Bunga buni qo'shsak 2a plus 3 mi? 2a plus 3. Bu to'g'ri bunga bir xilmi bu bilan? Lekin bu formulaga to'g'ri kelmay. Ha, oldiga minusda to'g'ri keladi. Ana minus biroz yozgan do'stlar. Ha, qarang, biz to'g'ri keladi aslida. Ya'ni qo'shsak 2a plus 3 chiqadi-yu. Biz aytayotgandikki, shuni oldida minus bo'lsa, keyin to'g'ri keladi deyotgandik. Ha, bu yerda minus bor-ku. Ha, bu yerda minus bor, to'g'ri? Demak, nima turganda? Plus, lekin bunda nima turibdi? Minus turibdi, to'g'ri keladi. Ya'ni 3 karra a plus 1
A plus 2. A plus. Mesela ko'p qiynamay. To'xon to'rtga qarang. Shuni so'ramoqchi edim. Buni osonroq bo'lmaydi. Bor. Uchun berilgan o'zimiz. Tepasiga qarang. Shu 72 bilan 48 ni o'rniga A bilan B bo'ladi. Nima qiladi? 72 minus 48, 72 plus Ha? 48. Nima qilarding? A kvadrat minus B kvadratmi? Ya'ni 72 minus 48 72 plus 120 ni kvadrati. Xo'p, 72 ga 48 ni qo'shsak necha bo'ladi? 120. 120 mi? Ayirsak-chi. 20 24 mi? 24 to 120 taqsim 120 ni kvadrati. 120 bilan bittasi ketadi. Ikkita qo'ying bu. 24 taqsim 120. To'g'rimi? 29 da ikkalasi. Olti o'ndan 2. Tushundikmi? Keyingisida ham 95 da ham. 64 minus 36. 64 minus 64 96 klasi 96 da ham shunaqa bo'ladi. 97 ga qarang. Tepasini o'chiraman. 97 ga. 27 plus 20 kvadrat olsangiz. A plus B ni qarasa Shundan 21 kvadrat. 97 sana 36 kvadrat 12 kvadrati pastki 2 kara 27 kara 21 21 ni nimasi? Tepasi nima bo'ladi? 36 minus 12 past qaranglar A kvadrat qo'shilgan 2AB qo'shilgan B ni nimasi? Kvadrati. Bu degani A plus B ni ayirsa 24 qo'shsa 48 past 48 ni nimasi ekan? Kvadrat ekan. To'g'ri? Bittasi bilan bittasi ketadi. 24 taqsim. Bir taqsim 2 mi? Shundaga, ya'ni formaga nima qiladi? Tushadi, keladi formaga. O'tirmang. 100 ga qarang. 100-chida. Xo'p, 25 ni kubga qo'shilgan 12 ni kubi past 37 bo'ladi. Ayrilgan 25 ni kvadrati 12 ni boshdagisiga qaranglar. A kub plus nima? Xo'p, A kub plus B kub nima edi? A plus B to'g'rimi? A ni kvadrati edi minus AB plus B ni kvadrati edi. Qayga 37 25 ni kvadrat minus 12 ni nimasi? Kvadrati. 25 ga 12 ni qo'shsak 37 mana 37 bo'ladi-yu. Pastdagi 37 bilan nima qiladi? Qavsni o'zi qoldi. 25 ni kvadrati ayiramiz 25 ga 12 qo'shamiz 12 ni kvadrati minus 25 kvadrat minus 12 ni kvadrati. Bu bilan ketadi. Bu bilan bu ham 12 qoladi. Necha bo'ladi? 370. Shundan solishlanishiga qisqarib ketadi, shu narsa qoladi. Shart emas, kub kvadrat qilish. Shunaqa berilgan chiroyli bo'lsa. Buni ichga chekib aytamiz. 104. Ayya. Tugatay degan ish. Vaqtimiz ko'p, to'g'ri? Sakkiz qolib ishlayman deyapsizlar sizlar. Sizlar? Sakkizda. Kecha qoldinglar sakkizda. Kamayib qoldingmi?
Xo'p, da, qolgan 8 o'tibdan. Kamayib qolding. Hamma solishlaring, misolga kamayib qoldi. Misoling kamayib, ko'rdingmi? Ko'mayapti, hozir qo'yamiz. Kamayapti. Yoz kamayapti. Degan ketadi, biraz. Metro olishga boramiz. Bitta joyga. Ashyoga Shu joyga Everestda reklama qildik. Birinchi filial mana shu yerda. Biz bu yer emas, birinchi navbat qo'shib ochilgan. Hozir yangi bizlar tushgan yo'q, mana baland mal tushgan qo'shgan. O'sha bu yo'q, zdaniya bor, o'sha yerda birinchi joyi. Keyin yer buzildi, nima tushadi? Toshkentda quriladi deb buzildi-da. Keyin mana bu yerdan joy olishdi. Toshkent metro bor, metro zdaniyasi bor. Chiqqandan, Burjdan chiqqandan keyin zdaniyasi bor, keyin yerga ko'chishgan. Qisqasi mana shu metro atrofida kechasi 12 gacha o'tadi. Metro 12 gacha yuradi. Oxirgi metro yuradigan nimaga vaqtga qarab javob bergan. Hozir shu. Shundan chiqadi, metroga kirib ketadi. O'sha vaqtga mo'ljallab turib javob bergan. O'sha yeturadi o'quvchi. Keyin masraf qilamiz. Degan 12 ga chiqibdi. Ya endi aytmoqman-da. 12 gacha o'tiraylik shu o'quvchi. Qolaylik hozir, qolaylik. Hozir hamma filial shunaqa hisobchi. 12 ga chiqib qo'yamiz. Gruppasi bor 12 gacha. Ko'plab qamiz. Undan 12 gacha. Aylisga topshiradigan yaqin qolganlari shunaqa ayollar undan 12 gacha gruppasi bor-da. Faqat rubl o'zi. Yo'q. Ha. Navbat sizda ko'proq bo'ladi. Uydagilar olib ketadi dedilar. Ko'proq bo'ladi. O'tkazib qolgan siz. Qayda? Yozamadi. Nima qilamoqqa? Nima bo'lishini bilaman. Marda. Vaqtni o'tmaysizlar. Xo'p. Mana shu qadar o'ylasak agar 1 kvadrat 1 kvadrat, to'g'rimi? Shunda nima bo'ladi? X kvadrat minus y kvadratmi? Tushunasizlarmi? Mafhummi? Shunda birinchi qavsni o'zi nimaga ajratiladi? Ikkita qavsga ajratiladi. Ya'ni 1 minus 1 taqsim 2, 1 plus 1 taqsim 2. Hamma tushunib nima bo'lganiga? Ikkinchi qavs shunaqa bo'ladi. 1 minus 1 taqsim 3. Keyingisi 1 minus 1 taqsim 4, 1 plus 1 taqsim nuqta nuqta, 1 ayrilgan 1 taqsim 100, 1 qo'shilgan 1 taqsim. Tushunasizlarmi? Hozir sen chekamiz hali. Minus. Ayirsak nima bo'ladi? Qancha qayta o'tamiz, aytib qo'ying. Bir taqsim 2 bo'ladi. Ha, maxraj berasizlar, 2 berasizlar, 2 taqsim 2 bo'ladi. Bir taqsim 2 qoladi. Ayirsak 1 taqsim 2 o'zi qoladi. Buni Buni ham tagida 1 bor, buni ham 2 beramiz. 2 taqsim 2 bo'ladi. Qo'shsak 3 taqsim 2 bo'ladimi? Bu nima bo'ladi? 3 beramiz. Buni 3 beramiz, to'g'rimi? 3 taqsim 3, 2 taqsim 3. Niye 3 bersak? 4 taqsim 4 taqsim 3. Keyingisi nima bo'ladi? 3 taqsim 4, 5 taqsim 5 taqsim. Tushunasizlarmi qoidasini, ketma-ketligini? Keyingisi nima bo'ladi? Tagi 5 bo'ladi, bitta kami, tagi 5, bitta ko'pi. Bitta kam, bitta ko'p ketaveradi shunaqa. 5 taqsim 6. Tushundingizlarmi? Ketadi. Oxirgisi mana 99 100, 100 1 100. To'g'rimi? Oldingisi nima bo'ladi? Tagi 99, bitta ko'p, bitta kam. Mana 2 ni bitta kami, bitta ko'pi. 3 ni bitta kami, bitta ko'pi. 4 ni bitta kami, bitta ko'pi. 5 ni ham bitta kami, bitta ko'pi. Demak 99 bitta kami, bitta ko'pi, 100 ni ham bitta kami, bitta ko'pi bo'ladi. Endi qisqarishiga e'tibor bering, qayda? Bu bilan bu. Ko'rasizlarmi? 4 4 3 3. 5 5 4 4. 6 bilan mana bu 6 5 bilan mana bu 5. 99 99. Bir taqsim 100 Ha, 99 99 100 100. Shunda boshidagi 1 taqsim 2 bilan oxiridagi
Plus 1 necha bo'lar ekan? Ha, 2 ko'payadi. Qara oldin doskaga. Kitob qarab o'tiribdi, 200 bilan chiqsa boshqa nima 200 deydi. Javobini ko'rmaysan. Ha, javob yana shunaqa edi. 1/2 mana boshida qolib ketdi, qisqa emasdi va oxirida qolib ketdi. Yaxshi aytib qo'yasizlar, birinchi biri 200 bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? 109. Da. O'chiraymi buni? 78 ko'paygan. Bular aqlli tushunmaysan. Ha? Yo'q. Hayır, A kub plus B kubini sevda formulasini yozdirganman. Ne kubi? Ani ko'rganda men chaqirib Yo'q, unaqa emas. Ana formula yozdirganman, qarang. A kub plus B kub teng A plus B ning kubi minus 3AB A plus B degan formula yozdirganman sizlarga. Shunda 78 22 mi? Ha. Qarang, 78 ning kubi qo'shilgan 22 ning kubi bo'lib sizlarga. Qo'shilgan 300 kara 78 ga 22 bo'lib, to'g'rimi? Mana bu qismini mana bu formulaga qo'yaveramiz. Shunda 78 plus 22 ning kubi minus 3 kara 78 kara 22 yig'indisi 100 bo'ladimi? 78 ga 22 ni qo'shsak qo'shilgan buni mana bu endi 300 78 kara 22 qo'shsak 100 ni kubi, endi mana bu joyga qarang, yo'q qo'shlar bir xil. Ha. To'g'ri. 78 22 78 22 3 kara 100. 300 bir oldi minus, bir oldi nima? Demak, buni nima qiladi? Qisqarib ketadi. Shuni o'zi qoladi. 100 ni kubi to'g'ri? Nasıl bir Neyse. Oh. Hayır, bir saniye. Git. Burada bu ne şey? Seçen bugüne dersin. Rostlara pijama günler çok